Abdurasul degan ismni o'zgartirish. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Mening ismim Abdurasul. Bu ismni ota-onam qo'yibdi ekan. Lekin men endi cho'ng bo'lib, aqlimni bilib, haqiqatni topgandan keyin bundaq ism qo'yishga bo'lmaydiganligini bildim. Ismimni o'zgartirib etishni ota-onamga demoqchimi bo'ldim. Lekin ularning ko'ngliga azor bo'lib qolishidan, ularga tapi bo'lib qolishidan qo'rqdim. Savolim shuki, bu ismni qat'iy o'zgartirib etishim kerakmi yoki ota-onamga azor bo'lib qolmaslik uchun bu ismga ko'nglimda norozi bo'lib yuraversam bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Musulmonning ismi e'tiqodiga uyg'un bo'lishi kerak. Abdurasul, Abdunabiy degan ismning ma'nosi payg'ambarning quli degan bo'lg'achqa, ko'pchilik olimlar bu ismni qo'yishni harom deb cheklagan. Bunaga asosan Allohdan g'ayrining quli degan mazmundagi ismlarni qo'yish harom bo'ladi. Az bir qism olimlar bu ism payg'ambarning xizmatchisi degan ma'noda deb qarasak bo'ladi degan. Shunga bu ismni boshqa bir muvofiq ismga almashtirib etish kerak. Rasmiyat jihatdan kimlik bilan nupus ko'tkida almashtirgan bo'lmasa, urug' tuqqanlar, tunishlar orasida boshqa bir ism ishlatib tursangiz bo'ladi. Umuman Abdunabi, Abdurasul, Abduxalil degandek ismlar islomda cheklanadi. Abdurabbi Rasul, Abdurabbi Nabiy, Abdurabbi Xalil deb o'zgarsa ma'no to'g'ri bo'ladi. Janobi Alloh bizni va sizni yaxshilikqa taxmo yerisman qilg'ay. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 22 numurliq fatvo.